Dunyoni bilgan inson kelajakni boshqaradi. Bugungi zamonda oddiy orzu yetarli emas. Orzuni maqsadga aylantirish uchun bilim kerak. Keng fikr, katta dunyoqarash va aniq ma'lumot kerak. Laziz Rahmatovning Dunyo mamlakatlari kitobi bu oddiy kitob emas. Bu 1200 sahifalik ulkan bilimlar xazinasi. Unda dunyoning 250 ta mamlakati haqida, boshqaruv tizimi, geografik o'rni, aholisi, tabiati, siyosiy va iqtisodiy holati hamda O'zbekiston bilan diplomatik va savdo aloqalari batafsil yoritilgan. Har bir davlatning o'ziga xos jihatlari jamlangan ushbu ensiklopedik kitob bilimga chanqoq insonlar uchun haqiqiy qo'llanmadir. Shu sabab har bir rahbar, har bir siyosatshunos, har bir ziyoli va kelajagini buyuk ko'rgan har bir yigit-qiz qo'lida mana shu kitob bo'lishi kerak. Kitobdagi ma'lumotlar shu qadar izchil va tizimli joylashtirilganki, kerakli ma'lumotlarni topish va o'rganish juda ham oson. Chunki katta maqsadlar katta bilimdan boshlanadi. Orzuni maqsadga aylantir. Dunyo mamlakatlari kitobi bilan dunyoni kashf et.